8 Pro Max olib qolganmiz. Mashina 50 ming yurgan. Rulo elektro usilitrlarida muammo bo'pti. Elektro usilitrlar o'zlari zakaz qilib olib kelganlar. То есть nima bo'pti? Mashina kalibrovkaga tushmayapti. Umuman razvalda ham hech narsada to'g'ri bo'lmayapti. Muammo elektro usilitrlar bo'lib chiqdi. Sizlar bilan birgalikda qanaqa almashtirishni ko'rib o'tamiz. Maksimal videoni usta ukalarga jo'natib qo'ysanglar foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ketdi. Xo'p, birinchi o'chiritda nima qilamiz? Mashinani o'chirdik. O'chirib pitaniyani uzamiz. Akkumulyatorni uzmasak, bularda hamma narsa elektronli bo'lganligi uchun keyin ошибка ko'nib qolishi mumkin yoki bo'lmasa kalibrovkadan chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun minus massani o'zini uzib qo'ysak, o'shani o'zi yetadi. Bu mashinalarda yana eslatib o'taman, akkumulyatorni uzatganda orqa bagaj ochiq qolib ketadimi yo bironta funksiya yo'q qolib ketadimi, akkumulyator qaytib ulaganligida xuddi shu ошибка bilan paydo bo'ladi. O'shaning uchun hamma narsani o'chirib, bartaraf qilib, bagajlarni yopib, keyin ishni boshlaymiz. Xo'p. Mana bu rulni o'rtasini yechib olishimiz kerak. Mana bu polni rulni tegi elektro usilitre mana shu yerda joylashgan bo'ladi, almashadi. Xo'p. Mana bitta ko'rishinglar uchun mana teshigi bo'ladi. O'sha teshikdan minus atyorkani olamizda. Ana, zamokni bitta tomonini yechamiz. Общий 3 ta zamok bo'ladi. Uchalasini ham xuddi shunaqa usulda yechib olishimiz kerak. Xo'p, ikkinchisi bo'ldi. Uchinchisi mana ham bitta bo'ladi, o'rtada bo'ladi. Xo'p. Oppa, ana chiqdi. Endi bu yerda juda ham ehtiyotkor bo'lamiz. Ehtiyotkorlik bilan ishlamasak, bu yerda podushka joylashgan bo'ladi. Bu signal qismi bo'ladi. Mana bu podushkaniki bo'ladi. Akkuratni chiqazib olamiz buni ham. Hop, chiqazib oldik. Mana bu yerda podushka bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Mana bu podushkani qismi. Agar pitaniyani o'chirmasanglar, mana bu podushka yonib qolishi mumkin yoki bo'lmasa rul poложенияsi o'zgarib qolsa, ошибкаlar yonib qolishi mumkin. Rulni ko'jig'ini yechib olamiz. Hop, bitta samarizda o'tiradi mana. Hop, rulni yechib olamiz. 22 головка bo'ladi. Oxirigacha bo'shatmaymiz, ozgina ildirib qo'yamiz. Bu toshli rulni yoqqa chiqazib olish uchun. Agar polni yechib oladigan bo'lsak, tortayotganimizda rul riski chiqib ketadi-da, shlefti uzilib ketishi mumkin. Mana buni yechib olamiz. Bu signallik. Xo'p, rulni chiqazib olamiz. Mana bu shleftga juda ham ahamiyatli bo'lamiz. Mana bu shleft aylanib ketishi kerak emas. Agar bitta krug aylanib ketsa, bu agar yana rulni to'g'ri qo'ysanglar, bu bir krug aylangani hisobiga rulni aylantirganingizda shleft uzilib ketishi mumkin. Bu o'zini poложениясida qolishi kerak. Bitta o'zini poложениясidan chiqib ketdimi, boshqa poложенияga turib qolsa, uzilib ketish ehtimoli juda ham katta. Bu uzilib ketsa, juda ham ko'p ошибка yonadi sizlarda. Airbag ishlamaydi, signallar, ruldagi knopkalar hech narsa ishlamay qolishi mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lamiz. Bu juda ko'p mashinalarda xuddi shu shleft orqali boshqariladi ruldagi knopkalar, airbag, signallar. Mana buni chiqazib olish uchun mana bitta skapasi bo'ladi. Stopper bo'ladi. Stopperni siqamiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu tilchasi, mana bu teshigiga kirib turadi. Xo'p, do'stlar, mana bu shleft aylanib ketmasligi uchun mana bitta poложение qo'yib olamiz-da. Mana shu poложениеda buni skotchlab qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, mana buni biz yechib olganmiz. Buni yechish uchun birinchi o'rinda mana bitta samarez, 3 ta samarez bo'ladi. 3 ta samarezdan yechgandan keyin mana bitta tilchalari kirib turadi. Buni chiqazib olishimiz kerak. Bundan tashqari eng ahamiyat beradigan tomonimiz mana bu quloqiga juda ham ehtiyot bo'lamiz. Ko'pchilik mashina yechayotganda sindirib yuboradi, sinib ketadi. O'shaning uchun ehtiyotkorlik bilan birinchi tegidan yechiladi, keyin qolgan quloqlari chiqaziladi. Oxirida mana bu oyog'i qoladi. Ko'pchilik mashina sindirib yuboradi. O'shaning uchun shoshilmasdan yechamiz. Eng ahamiyat beradigan tomonimiz. Endi xudo xolasa mana bu elektro usilitrlar o'zini bu yoqqa chiqazib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz главный питанияni uzamiz elektro usilitrdan va yonidagi дополнительный shtekkerni pitaniyani uzamiz. Ikkita pitaniya bo'ladi. Hop, ikkalasini ham uzdik, shtekkerni. Reykadan ajratib olamiz. Hop, 12 головка bo'ladi. Ikkinchi etap ruloy kolonkani, to есть elektro usilitrni podvesini yechib olamiz. Chiqazib oldik. Yengisini qo'yish uchun birinchi o'chirda olib kiramizda mana bu joyini ildirib olamiz. Чтобы mana bu общий vesi ushlab turishligi uchun keyin kardan ildiramiz, keyin mana bu ikkalasini ildiramiz. Ketdi, ko'ramiz. O'rtasini ildirib oldik. Polniy ilinib turibdi. Hop, pastini qotirishimiz uchun tepa tomonini ham ildirib qo'yishimiz kerak. Hop, buni ildirib qo'ydik. Keyin pastiga ahamiyat beramiz. Mana bu kardan, mana bu kardan ilgirovka bo'ladi. Mana tepada turibdi. Pastgacha tushiramiz-da, mana bu rulvoy rekaga ulaymiz buni. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin, qanaqa yechgan bo'lsak, xuddi shunaqa tarzda yig'iladi va zavat qilinganda hech qanaqa ошибкаlar chiqmaydi. То есть qo'yilish jarayonida agar nimadir xatolik bo'lsa, или shleft uzilsa, sразу ошибка yonadi, bo'lmasa knopkalar ishlamasligi mumkin. Bu yerda hamma knopkalar ishlayapti. Hop. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Cherry haqida hamma ma'lumotlarni yoritib borishga harakat qilamiz.